Men bugun sizlarga uzilish texnikasini o'rgataman. Juda ham zo'r texnika. Uzog'i bir haftaga bormasdan o'zingizda o'zgarish sezasiz yoki o'sha soniyani o'zidayoq odam chizib olasizlar. Ya'ni bu siz bo'lasiz. Ismingizni yozasiz masalan. Mohiy Nur. Shunchaki ism yozdim. Yoniga yana yozasizlar. Kameraga sig'mayapti. O'sha insonni ismini yozasiz. Agar unuta olmayotgan yoki kechira olmayotgan insoningizni ismini yozasiz. Agar bu biror bir muammo bo'lsa, muammoni yozasiz. Men o'zimni qabul qila olmayman. Men qarzga botib ketdim. Qachonki odam bitta muammoni juda ham ko'p o'ylasa, faqat shu muammoni yechimi haqida o'ylamasa, faqat shu muammoga o'ralashib qolgan bo'lsa, o'zi xohlasa ham miyasidan bu narsani o'chirmasa, energiyangizni yutib yuboradi. Siz nimani juda ham ko'p o'ylasangiz, yaxshimi yomonmi farqi yo'q, o'sha narsa energiyangizni yutib yuboradi. Masalan, bo'tga Bilol. Odamni energiyasi bo'ladi, aurasi bo'ladi. Bu o'sha narsa. Energiyali bo'ladi. Sizda energiyangiz bor. Sizdan shunaqa energiyalar chiqib taralib turadi. Xuddi shunaqa shu insonda ham yoki shu muammoingizda ham energiya bor. Bo'lmasam siz bunchalik ko'p o'ylamagan bo'lardingiz. Va siz nima qilasiz? Odamda 7 ta chakra bo'ladi. 7 ta chakrani bir-biriga ulaysiz. Ya'ni siz juda ham ko'p o'ylaganingizda o'sha chakralar bir-biriga ulanib bo'lgan bo'ladi. O'shaning uchun ham bir-biringizni unuta olmayapsiz yoki siz uni juda ham ko'p o'ylab yuryapsiz. Endi nima qilasiz? Chakralar ulanganidan keyin bitta energiyada bo'lasizlar. Bu energiya ham albatta shunaqa energiyali bo'ladi, ya'ni quyoshchalik. O'zidan shunaqa energiyalar taratib turadi, to'g'rimi? Sizlar bitta bo'lib ketdinglar. O'shaning uchun unuta olmayapsiz, uzila olmayapsiz. Shu narsaga juda ham qattiq bog'lanib qolgansiz. Endi nima qilasiz? Biz ishimiz tugadi. Siz shunchaki yaxshi niyatda bajarsangiz bo'ldi. Qaychida kesasiz o'rtasidan. Va o'zingizni qolgan qismingizni mana bu kesgan joyingizdan yaxshilab bu ulanganingizni biz prosta kesdik-ku, to'g'rimi? Endi buni uzish ham kerak. Shunaqa bo'yab tashlaysizlar. Siz bo'ldi, alohida bo'ldingiz. Yana o'zingizni aurangizga qaytdingiz. U bilan bog'lab turadigan sizda hech qanaqa vaziyat, energiya, chakra qolmadi. Siz buni nimaga bunga ham chizmayapmiz siz? Bu sizni o'ylab yuraversin. Bu o'ziga uzilish kerak bo'lsa, o'zi shu texnikamni qidirsin, ko'rsin, qilsin bu ham. Nimaga biz buni o'ylab, uni ham chakrasini uzib qo'yishimiz kerak? U bizani o'ylab, bizga bog'lanib qolib yuraversin. Biz o'zimizni o'zimizga qaytardik. Foydali bo'lgan bo'lsa like bosing, obuna bo'ling, o'rtoqlaringizga tashlab qo'ying. Energiya uzildi. Telegram kanalimga obuna bo'lib qo'ying. Juda ham ko'p texnikalar va foydali ma'lumotlar Telegram kanalimga ham tashlab boraman. Kimnidir ko'nglini sovutish, isitish kerak bo'lsa yoki qaysidir maqsadingizga kod yasatmoqchi bo'lsangiz, orzu kodlari, ongyosti uchun kodlar hisoblatmoqchi bo'lsangiz, bemalol Telegramdan murojaat qilinglar.